Savodxon xo'rozcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir xo'rozcha bo'lgan ekan. Kunlarning birida unga bobosi men o'qishni bilmay o'tdim. Sen o'qish va yozishni o'rgan deb maslahat beribdi. Xo'rozcha o'qish, yozishni o'rgatadigan maktab qidirib yo'lga tushibdi. Yurib u don uyilgan kichik xirmonga borib qolibdi. Xirmonda 5-6 ta xo'roz va tovuqlar don cho'qilab turgan ekan. Ularning ko'zi xo'rozchaga tushishi bilan yonlariga chaqirishibdi. "Qo'y xo'roz, yonimizga kel. Bu xirmondagi donlarni 1000 yil cho'qilasak ham tugamaydi" deb donga taklif qilibdi. Xo'roz ularga qaradi. "Mening vaqtim yo'q, o'qish yozishni o'rgangani ketyapman" debdi. Parandalarga o'qish yozishni bilish shunchalar kerak ekanmi? Axir biz o'qish yozishni bilmasak ham yashab yuribmiz-ku, deb ular hayron qolishibdi. Xo'rozcha daftar qalamini bag'riga bosganicha yana yo'lida davom etibdi. Endi uning qarshisidan yasan-tusan qilib podsho saroyiga ziyofatga ketayotgan babaq xo'roz bilan tovuq chiqibdi. Saroyda parandalarga ziyofat berilyapti. "Xohlasang, yur biz bilan ziyofatga." Ular xo'rozchani ziyofatga birga borishga taklif qilishibdi. "Men o'qish yozishni o'rganish uchun maktab qidirib ketyapman. Ziyofatga borishga vaqtim yo'q." Xo'rozcha ularga shunday javob qilib yo'lida davom etibdi. Boboq xo'roz yonidagi tovuqqa: "O'zi bir arzimas jo'ja xo'roz bo'lsa, o'qish yozishni unga kim qo'yibdi?" deb xo'rozchaning ustidan kulibdi. Xo'rozcha ularning ham gapiga ham parvo qilmasdan daftar qalamini bag'riga bosgancha yana yo'lida davom etibdi. Ko'p o'tmay u bir to'p bo'lib nimanidir cho'qilayotgan parandalarga duch kelibdi. Parandalar ham xo'rozchani yonlariga chaqiribdilar. "Biz bu yerdan dur javohirlar xazinasini topdik. Ularni katagimizga tashib ketyapmiz. Istasang sen ham ulardan ol. Faqat buni birov bilmasligi kerak. Ulardan 1-2 donasini xo'jayiningga olib borsang, o'lguningcha seni don suv bilan ta'minlaydi." Ammo xo'rozcha ularga ham rad javobini beribdi. "Javohirlar yo'qolsa topilmaydi. Ammo o'qish yozishni o'rgansam, birov uni mendan tortib ola olmaydi." Xo'rozcha shu gaplarni aytib yana yo'lida davom etibdi. "Voy bo'y, bu jo'ja xo'rozni qarang. Biz o'qish yozishni orzu ham qilmabmiz-a?" Xo'rozcha ularning ham gapiga parvo qilmasdan daftar qalamini qo'ltiqlab yo'lida davom etibdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, parandalar o'qiydigan maktabga boribdi. Tirishqoq xo'rozcha tezda o'qish yozishni o'rganib, ortiga qaytibdi. Javohir topgan parandalar xo'rozchani uzoqdan ko'rishlari bilan uning yoniga yugurib borishibdi. "Qara, sen o'qish yozishni o'rgangani ketganingda biz qanchadir javohirlarni uyimizga tashidik. Agar chindan ham o'qish yozishni o'rganib olgan bo'lsang, mana bu taxtadagi yozuvni o'qichi. Unda nima deb yozilgan ekan?" Xo'rozcha taxtadagi yozuvni o'qibdi. "Davlatga tegishli bu xazinani kimda kim o'marsa, bir umrga zindonband etiladi." Xo'rozcha taxtadagi yozuvni o'qib tugatishi bilan parandalar xazinadan juftaklarini rostlab qolishibdi. Xo'rozcha daftar qalamini quchoqlaganicha yana yo'lida davom etibdi. Endi uning qarshisida xo'rozchani ziyofatga taklif qilgan babaq xo'roz bilan olifta tovuq chiqibdi. Ular o'zaro nimanidir tortishayotgan ekan. Xo'rozchani ko'rishgach, qo'llaridagi taklif qog'ozini unga tutib: "O'qish yozishni o'rgangan bo'lsang, qarachi, taklif qilganlar ro'yxatida biz ham bormizmi? Dakan xo'roz, sizlar ziyofatga taklif qilinmagansizlar deb saroy eshigidan bizni kiritmadi." Xo'rozcha taklif qog'ozini o'qib ko'rsa, ular ham ziyofatga chaqirilgan ekan. "Dakan xo'roz sizlarni o'qishni bilmasligingiz uchun boplab aldabdi" debdi xo'rozcha. Taklifnomadagi ularning nomini yozilgan joyni ko'rsatib, babaq xo'roz bilan tovuq ziyofatga qatnasha olmagani juda alam qilibdi. Xo'rozcha o'qishni o'rganmoqchi bo'lganida uni kalaka qilishgani uchun uzr so'rashibdi. "Endi biz ham o'sha maktabga borib, o'qishni o'rgansak bo'ladimi?" deb ular xo'rozchaga: "Albatta o'qishni o'rgansangiz bo'ladi. O'shanda dakan xo'rozga o'xshaganlar sizni aldab keta olmaydi." Xo'rozcha ular bilan ham xayrlashib, yo'lida davom etibdi. Nihoyat xo'rozcha yurib xirmonda don cho'qiyotgan parandalar oldiga yetib kelibdi. Parandalar uni ko'rishib atrofni o'rab, chug'urlashib savolga tutibdilar. "Xo'sh, o'qish yozishni o'rganishni uddaladingmi? O'qiganning miyasi yaxshi ishlaydi deyishadi. Aytchi, biz nega kundan kunga madorsizlanib bormoqdamiz? Nima uchun oldimizda shuncha yemish bo'la turib ozib ketmoqdamiz?" Xo'rozcha ularga qarab: "Buning sababi o'qishni bilmaganingizda. Qarang, xirmon tepasidagi taxtachaga saralanmagan donlar deb yozilgan. Siz saralanmagan don yeganingiz uchun ozib ketmoqdasiz. Saralanmagan donlarning orasidagi begona o'tlar sizning sog'ligingizga yomon ta'sir qilgan bo'lishi mumkin." Xo'rozchaning bu gapidan so'ng parandalar uni o'qishga ketayotganida masxara qilgani uchun uyalib, undan uzr so'rashibdi. Aqlli xo'rozcha ularga: "O'tgan gaplarni unutaylik. Yaxshisi sizlar ham men o'qigan maktabga borib, o'qish yozishni o'rganib oling. Maktabda o'qish hamma uchun zarur" deb maslahat berganicha qalam daftarini bag'riga bosib, o'z yo'lida davom etibdi. Shunday qilib ertagimiz yaxshilik bilan tamom bo'libdi. Keyingi ertaklarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar.